Assalomu alaykum aziz muxlis. Show Business Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Barcha yangiliklar va show biznes olamidagi so'nggi videolar kanalimizda joylashtirilib Sardoba boriladi. Gangster kecha qancha 2 minut ichida $54,000 ehson yig'ib berdi. Hamma ko'rdi. Biz endi har kuni tarqatamiz deganmiz. Ehson mana bugun akamizdan yana oldiga keldik. Tanib qo'ygandirsizlar o'zi. Nech pul oldi bu? 13 milyon 200 ming. 13 milyon 200 ming layklarni bosib qo'yinglar, sizlarga ham bo'lishi mumkin. Egasiga beraman hozir, qarab turasizlar. Xudo xolasa sizlarga ham nasib qilsin. Mana Xuni akalarimizning nomidan qani bitta odamga bir ehson qilaylikchi. Bular qanday ochib, mana. Qancha ekan bu mirobalari? Xullas tushunmadik. Oldik mana. Hozir borib topshiramiz. Layklarni bosib turing, keyingisi siz bo'lishingiz mumkin.